ikkinchi o'rin? Unda birinchi o'rin kim? Loppi. Bo'pti. O'ylab ko'raman. O'quvchilar 11-sinflar o'rtasida yangi test joriy qilinibdi. U testdan har bir o'quvchi o'tishi kerak ekan, ya'ni sinfning har bir a'zosiga testdan o'tish muhim. Ustozimizning gapini eshitdinglarmi bolalar? Har bittamizga bog'liq ekan bu testdan o'tish. Ayniqsa Sardor sizga. Yaxshiroq o'qib ketsangiz, bizga ham foyda bo'lardi. Shuncha aqling bor ekan, mana shundan o'zing o'qib qo'yaver. Bunaqa natijani to'g'risi sizlardan kutmagan edim. Durdona 97% yechgansan. Hozirda maktab bo'yicha 4-o'rinda turibsan. Undan keyingi o'rinda Tohir san 98% yechgansan. Maktab bo'yicha 3-o'rinda turibsan. Ezoza 99% yechgansan. Maktab bo'yicha 2-o'rinda turibsan. Ikkinchi o'rin? Unda birinchi o'rin kim? Birinchi o'rin ham o'zimiz sinfdan. Saloh Sardor 100% yechgan. Aqlli, nima bo'ldi endi? Hammaning ham akasi direktor bo'lsin ekanda. Salliga ham isbot qilamanmi? Men isbotlaydigan odam boshqa. 100 dan 100 ball, ukam, bu qanaqasiga? Kun-tun PUBG ni o'ynaysan. Men ham kutmagandim, lekin shpargalka olib kirganing yo'qmi? Aka, sayb